Do'stlar, sizlar Dragon'ga xush kelibsizlar va bu Minecraft'ning yangi qismi va hozir oldimda Creeper bilan qo'rqitib turgandi. Mayli, bu Minecraft'imizga like va obuna bosing. To'xtang do'stlar. Va bizda 500 ta bo'lishimiz uchun oz qoldi. Yordam berib yuboring. Bizning maqsadimiz 500 ta bo'lish. Va mana Minecraft'da ham juda ham ko'p ishladik va kimni zakaz qilmoqchi? Iltimos, meni o'g'limga bitta tovuq go'shti va yesa quyon go'shti. Xo'p aka, qilib beramiz hozir. Bu kuritsadan olamiz. Masalan, hozir o'g'risiga o'ziga quyon go'shtida. Mayli, tak. Bunga buni qo'yamiz va pishirirsa, bunga buni qo'yamiz. Va bu yerga buni ham qo'yib qo'yamiz. Pishishlarini kontrol qilib turishim kerak, bo'lmasam bo'ldi, do'stlar. Endi bo'ldi do'stlar. Mana shunday bo'ladi. Bular juda ham qiyin. Narigi videomizda 3 tak izimizga ishlab oldik, ana u videolarda qo'yamiz va bo'lamiz. Bo'ldik do'stlar. Hozir bu bolakay mana buda otangga berasan. Mana bolakay buni ham mana apetitlaring nimaga yo'qlayapti bular? Nima? Shiribasmi? Yoki nima bo'lib qo'ygan? Ushla va ye. Menda ish ko'p hali. Hozir bizga telefon bo'ldi. Alo. Iltimos, meni uyimga bitta tovuq go'shti zakaz qilaman va qo'ziqorin bo'lsin. Xo'p. Va yana qo'y go'shtidan. Qo'ziqorindan chicha solishni bilishim kerak. Va hozir bu yerdan qancha? Bu yerga endi qo'ziqorin pishiramiz. 18 to'g'ri. Va tovuq go'shtidan o'tamiz. Solamiz demoqchi edim. Va bo'ldi. Lazanyo bo'ladi do'stlar. Buni kontrol qilib turmasak, aytmoqchi bularni olib qo'yaman. Bu yoqqa bir qo'yib qo'yaman to'plab aka. Tapich qilib turishim kerak. Iltimos, menga bitta kofe. Kofeingizni qilamiz hozir do'stlar. Kofe. Cappuccino. Men bu yerga ishga kelgandim. Yaxshi ishlar qilyapsizlar. Bo'ladi. Sizga bez problem. Va boshladik. Zakazni olib borishim kerak. Adres tarafga. Bugun senda ketaman do'stim. Ketdik. Eintrachtga borish yo'li mana shu yerdan bo'lsa kerak. Navigatorlar yo'qdi bizda. Birinchi zakaz. Eintrachtga borish. Eintrachtga boramiz.
Assalomu alaykum janob, sizning zakazingiz. O, rahmat. Mana tovug'ingiz, qo'ziqoringiz. Ha, juda ham yaxshi ko'raman qo'ziqorinlarni. Mana olib bordik. Qani otim? Voy bilin. Oq puzirka. Puzirok. Mana bu yerga ketib qopsan-ku. Ketdik kafemizga endi. Tezroq kafega borish kerak. Yo'lni bil. Do'stim, bugun yaxshi ish ko'rsatding. To'xta. Bugun yaxshi ish ko'rsatding. Yomg'ir tagida qolmaysizlar. Yaqinda pul to'playmansizlar yo otxona quraman. Hozircha otxonangiz yo'q. Ovqat berganlarga to'g'ri. Kechirasizlar, kech qolib ketgan bo'lsam. Kimga yana nima xohlaydi? Iltimos, biz burchakdagi stoldan nima zakaz qilishimiz mumkin? O'zingiz tavsiya qiling. Bizda juda ham katta sortimentlar bor. Baliq. Baliqdan bering. Baliq, xo'p. Ikkita odam ekanlar ular. O'zi hozir pishirib qo'yishim kerak bu baliqni. Iltimos. Kapulki doshik. Bularni kuzatib turmasak. Yana bizga iltimos birorta ichimlik. Xo'p. Treska ikkita bo'ldi, yaxshi bu. Iltimos, tezroq tusha qol. Unga ishlarni qilib turaman. Mana va bittasi pishdi. Palov pastlanishi kuzatilgandek edi. Janoblar, sizlar uchunmidi? Mana. Oling. Bugun juda ham qiyin kun bo'lyapti. Bolakay, qani o'ket shekilli mayli. Men ko'chaga chiqib kelay, otlarimga qarab kelay. Yaxshi yuribsizlarmi otlarim? Oppa. Shundim ichkarida o'tiraman. Do'stlarim, sizlar ungacha nima qilsak bo'larkan? Bu yerni ham tozalab qo'yish kerak edi. Iltimos, janob, biz uchun bitta svejiy bo'lishi kerak. Qo'y go'shti. Svejiy bor bizda. Yo'q, svejiy. Xo'p. Ko'chaga chiqaman deb o'ylamagan edim. Yo'q, xudoyim. Otlarimni oldida nima qilishyaptilar? Son tarafga emasmi? Bismillah. Qoching. Mana bu yerda zombi yuradi. Yerni tozalab yuborish kerak. Janob, bunaqa go'sht uchun
Laqim go'shtni olamiz. Uni kesamiz. Dudlaymiz. Va u go'shtni marinatsiya qilganini qo'yib qo'yamiz. Bu yerda marinovka degan narsaga senga berishmaydigan o'xshaydi. Nima yasasak bo'lar ekan? Predmet. Oho. Nima narsa yasasak bo'lar ekan? Laqim go'shtni uramiz pichog'imiz bilan. Endi bu go'shtni pishiramiz. Bitta go'sht bo'lsa, buni pishirish ko'p vaqt oladi deb o'ylaysiz. Va bu yerni kattalashtirish qiyinchilik qilmas edi. Va buni oxirgi marta kesib olamiz. Buni hidini qarang. Unga sos qo'yamiz va barbekyu gattovaki. Siz nimaga qarayapsiz? Ana sizga shirin barbekyu qildim. Yoqadi degan maqsaddaman. Sizlarga baliq yoqdimi? Yoqqan bo'lsa zo'r bo'ladi, do'stlar. Bitta narsa esimdan chiqib qolmadi bu. Alo, menga bitta ovqat bersangiz, o'zingiz xohlaganingizdan. Yo'y, xudoyim. Bitta go'shtni deb nimalarga qo'yibman hayotimni? Yo'q, bu kishilar cho'ta menga xursand bas kelganki. Yo'q, buni bu. Voy aka, qoching. Odamlarimga tegsin. Kimni yeyapsan? Hozir o'zing yeb qo'yaman. Janob, kechirasiz. Yurak diqqil bu qo'l qo'vardi. Xudo. Bismillahirrohmanirrohim. Ouch. Otim senga o'zim abishat qo'yibman. Senga mashinadan keyin o'tni cho'tkisini olib beraman. Xitoydagi 164 tak bo'lsa ham beraveraman. Bunaqa yo'lga sanab chiqish qiyin. Na, go'shtingni ol. Ketdik. Pavadukni olaman. Tezroq ertalab bo'lsa edi. Mana do'stim, mana shu doktor. Bunaqa yo'ldan keyin magazinni yopsak ham bo'ladi. Restoranni demoqchi. Hammaga xayr do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'ling. Xayr hammaga.